Bu 45 soniyalik tajriba hayotingizga bo'lgan qarashingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Buning uchun sizdan bir narsa so'rayman. Ko'zlaringizni yuming. Hozir ichingizga qo'ysangchi, yaxshi ko'zimni ochib eshitaman deyotganingizni bilaman. Lekin bu safar menga ishoning. Agar ko'zlaringizni yummasangiz bu tajribadan hech qanday ma'no qolmaydi. Shunday ekan hozir ko'zlaringizni yuming. Tasavvur qiling, hayotingiz yakuniga yetdi. Siz o'lim to'shagida turibsiz. Nafasingiz siqilib, tanangiz muzlay boshladi. Ko'z oldingizdan butun umringiz, bekorga sarflangan yillar, amalga oshmagan orzular, aytilmay qolgan gaplar va qo'rqoqlik sabab boy berilgan imkoniyatlar birma-bir o'ta boshladi. Siz dunyodagi eng katta pushaymonlikni his qilyapsiz. Ichingizdagi alam va dahshat aralash bir faryod otilib chiqyapti. Yuragingiz so'nggi bor urayotgan o'sha soniyalarda xayolan borliqqa, taqdirga bor ovozingiz bilan yolvorasiz. Qaniydi menga yana bir imkon berilsa edi. Hayotga bir marta qaytsam, hamma narsani boshqacha qilardim. Vaqtimni qadrlardim, qo'rquvlarimni yengardim. Chinakamiga yashardim deb butun borlig'ingiz bilan so'nggi najotni so'raysiz va ko'zlaringiz manguga yumiladi. Endi esa ko'zlaringizni oching. Siz hozirgina hayotga qaytdingiz. O'lim to'shagida turib orqaga qaytishning olib so'ragan millionlab insonlar ichida bu imkoniyat faqatgina sizga berildi. Siz hozir tiriksiz va vaqtingiz bor. Xo'sh aytingchi, endi bu hayotdan qanday foydalanasiz?